Assalomu alaykum do'stlar. Demak, birinchi testimiz Parkinson kasalligiga doir test va vaziyatli masalalarni birgalikda tahlil qilamiz. Ularning javoblarini topamiz. Demak, boshladik. Xo'p, demak, bir boshdan boshlaymiz. Avval aytib o'tishim kerak, bu testlarda va vaziyatli masalalar ishlash uchun kanalimizdagi shu Parkinson kasalligiga doir to'rala qismda ham to'liq ko'rib chiqish tavsiya qilinadi. Ularda barcha javoblar keltirilgan. Demak, ketdik. Birinchi savol. 75 yoshli erkak Parkinson kasalligini o'rta og'irligida darajasida kasallangan. Antixolinergik dorilar ushbu bemorning tremor va bradykineziya simptomlarini bartaraf eta olmayapti. Bu bemorning davolash rejasiga qaysi Parkinsonga qarshi dorilar kombinatsiyasi mos keladi? Ya'ni 75 yoshli bemorga Parkinson ekan, faqat antixolinergik shu trigexifenidil, ya'ni sikladol yoki benzodiazepin berilyapti ekan. Ya'ni shu trigexifenidil ko'proq tarqalgan, shu beryapti ekan xolos. Aslida bilamizki, Parkinson kasalligida birlamchi davo bu levodopa va karbidopa kombinatsiyali dorilar. Albatta, antixolinergik dorilarning o'zi bu yetarli bo'lmaydi albatta. Demak, javoblar bu juda ham oson test. Birinchi o'rinda levodopani topamiz. B-da bor, lekin levodopani o'zi yetarli emas. Albatta karbidopa bo'lishi kerak. Chunki levodopani o'zi mumkin emas. Bemorlar juda ham ko'p nojo'ya ta'sirlarga keltirib chiqaradi. Shuning uchun bu yerda S javobni olamiz. Demak, S javob bo'ladi. S javob demak shu levodopa, karbidopa moddalar va entekapon. Levodopa, karbidopa bilamizki, karbidopa levodopani dofa dekarboksilyaza fermentini bloklab, levodopani ko'proq gemotensivali variantdan o'tishga yordam beradi. Entekapon esa bilamizki, periferiyada joylashgan levodopani faolsiz 3 metil transferazaga aylantiruvchi fermentni bloklab qo'yadi, faqat periferiyada. Shuni hisobiga levodopa ko'proq gemotensivali bariyerdan o'ta oladi. Shu javob juda ham to'g'ri keladi. Demak, keyingisi ikkinchi savolimiz levodopaning nojo'ya ta'sirlari, ya'ni ko'ngil aynishi, gipotenziya, yurak arteriyalarini davolash amaliyotida qaysi dori vositasi yordamida kamaytirish mumkin? Demak, bu yerda xo'p, birinchi o'rinda levodopa nojo'ya ta'sirlari bor. Agar o'zini qo'llasak, shuning uchun bu yerda albatta levodopani karbidopa bilan berishimiz kerak. Javob karbidopa shu periferik qon tomirida levodopani dofa dekarboksilyaza fermenti yordamida dopaminga aylanishini oldini olib turadi. Shu albatta oldini olib turadi. Shu natijasida levodopa parchalanmasdan gemotensivali bariyerdan ko'proq o'ta oladi. Shunday qilib javob oson. Uchinchi savolimiz. Quyidagi qaysi Parkinsonga qarshi dori vositasi vazospazm keltirib chiqaradi? Buni videoda gaplashganmiz. Parkinson kasalligini adashmasam 3-chi yoki 4-qism videosida gaplashganmiz, ya'ni dopamin agonistlari mavzusida. Dopamin agonistlari ikkiga bo'linadi: ergot molekulali dopamin agonistlari va non-ergot, ya'ni ergot molekulasiz dopamin agonistlari. Aynan shu ergot molekulasiga ega bo'lgan dorilar juda ham xavfli. Ayniqsa qon, yurak kardiomiyotsitlari va o'pka to'qimasi uchun juda ham xavfli, chunki u yerda fibrozlanishni keltirib chiqarib, o'sha yerdagi qon tomirlarida, mayda qon tomirlarini vazospazm keltirib chiqaradi ergot molekulasli dorilar. Bularga bilamizki, bramakriptin kiradi. Bu A javob bo'ladi. Shu bramakriptin vazospazm keltirib chiqargani uchun umuman Parkinson kasalligida qo'llanilmay qo'ygan deyarli praktikada. O'shaning uchun o'rniga bizda bemalol pramipexol degan dopamin agonistlari bor, non-ergot molekulasi yo'q. Yoki pramipexol yoki rapinirol degan dorilarimiz bor, bularni qo'llasak bo'laveradi. Juda xavfsizroq. Demak, 3-savol javobi A javob. Keyingisi 4-chi savolimiz. Parkinson kasalligida klassik triada, uchlik simptomlar qaysilar? Biz gaplashganmiz bu haqida ham. Parkinson kasalligida
diagnoz qo'yish juda ham ahamiyatli, ayniqsa klinik diagnoz ko'proq qo'yiladi Parkinson kasalligida. Chunki uni qanaqadir MRT yoki qanaqadir qon tahlillariga qarab deyarli hozirgi paytda aniqlashning iloji yo'q. Shuning uchun klinikaga qarab qo'yamiz. Klinikada esa 3 ta shu klassik trendlarni bilishimiz shart. Birinchi o'rinda bu bradikiniziya bo'ladi bemorda. Bradikiniziya bo'lgandan keyin B va S javob qolyapti. Bradikiniziya, rigidlik va demensiya. Bu B javob emas. Aynan bradikiniziya, rigidlik va tremor. S javob juda ham mos keladi bizga. S javob to'g'ri. A javobda rigidlik, tremor bor, lekin niqobsizman yuz ifodasi bu yerda bradikiniziya yo'q. Albatta bradikiniziya bo'lishi kerak. S javobda ham bradikiniziya yo'q. Bda esa bradikiniziya bo'lgani bilan demensiya bu klassik muhim simptom emas. S javob. Keyingisi, demak 5-chi savolimiz Parkinson kasalligiga xos tremorning xususiyatlari to'g'ri keltirilgan qatorini toping. Xo'p, A javobga kelsak, birinchi tremor ixtiyoriy harakatda kuchayadi. Tremor bilan hamrohlikda nistagim ham uchrashi mumkin. Bu Parkinson kasalligiga xos emas. Bu ko'proq ixtiyoriy harakatda kuchayadi, demak miyacha shikastlanish bilan bog'liq. Chunki miyacha shikastlanishda ixtiyoriy harakatlarda intension tremor bo'ladi va albatta ko'zni nistagim ham kuzatish mumkin va qo'shimchasiga bemorlar ataksiya ham kuzatiladi. A javob emas. B javobda tremor dam olish paytida kuchayadi, tremor tanga sanash kabi bo'ladi. Bu albatta B javob juda ham mos keladi bizga. Xo'p, B javob tushab turamiz. Tremor dam olishda bo'ladi, dam olgan paytda tremor kuchayadi va tremor tanga sanash kabi bo'ladi, to'g'ri. Lekin S javobdan ko'rib qo'yamiz. Demak, S javobda tremor xavotirlanganda va kofeinli mahsulotlar stimuli kuchayadi. Bu ko'proq essensial tremorga xos, ya'ni yosh katta odamlarda uchraydigan tremor xavotirlanishiga kofein, kofe ichganda ko'p kuchayadi. D javob beta blokatorlar yordamida tremorlarni bartaraf etish qilish mumkin. Parkinsonda tremorini beta blokator bilan bartaraf qilib bo'lmaydi. Ko'proq shu xolina blokatorlar yordamida bartaraf qilish mumkin. Parkinson tremor, lekin bu D javobdagi beta blokator yordamida tremorni bartaraf qilish bu ko'proq essensial tremorga xos. Demak, B javob bo'ldi. Endi keyingisi, demak, keyingi savollarimiz 6-chi savol. Parkinsonizm plus sindromida Parkinson kasalligi bilan birga quyidagi qaysi kasalliklar birga rivojlanadi? Birinchisi demensiya with Lewy body, ya'ni demensiya bilan Lewy body bilan kechuvchi demensiya. Ikkinchisi progressive supranuclear palsy, ya'ni falajlik. Uchinchisi kortikobazal degeneratsiya. To'rtinchisi multiple system atrophy, ya'ni ko'p tizimli atrofiya. Ularda barchasi shu Parkinson kasalligi bilan birga kechishi mumkin va shu to'ralasi ham birga rivojlanishi mumkin. Demak, bu D javob bo'ladi. Shu to'rala kasallik ham Parkinson bilan birga kechib, Parkinsonizm plus sindromiga mos keladi. D javob. Keyingisi, klinik mezonlarga asoslanib diagnoz qo'yishda quyidagi javoblarning qaysi biriga biz Parkinson kasalligi deb tashxis qo'ya olamiz? Demak, savoldan ko'rinib turibdiki, biz klinik tashxis qo'yishimiz kerak bemorga shu to'rala javobdan qaysi birini. Biz gaplashganmizki, albatta bradikiniziya bo'lishi kerak tashxis qo'yishimizda. Bradikiniziya yo tremor, yo bradikiniziya plus tremor, yo bradikiniziya plus rigidlik bo'lishi kerak. Bu degan klassiklardan kamida ikkitasi va ikkitasini bittasi albatta bradikiniziya bo'lishi kerak. Demak, B javob va S javob ko'proq to'g'ri kelyapti. Natijada D javob to'g'ri bo'ladi. A javob xatoligi, tremor bilan rigidlik to'g'ri bor, lekin bradikiniziya albatta bo'lishi kerak Parkinsonda. B bilan S da bor bradikiniziya mana. D javob to'g'ri. Keyingisi 8-chi 68 yoshli ayol 4 yildan beri Parkinson kasalligi bilan davolanib keladi. U hozirda levodopa plus karbidopa 250 plus 25 mg komensiyali dorisini 3 mahal ichib yuradi. Bemorda bradikiniziya simptomlari dori yordamida yaxshi bartaraf bo'lyapti, lekin tremor va muskullar rigidligi bartaraf bo'lmayapti. Bu belgilarni ham kamaytirish uchun bemorga qaysi dori qo'shsak bo'ladi?
Bilamizki, bu dopamin, levodopa, karbidopa asosan eng muhimi bradikindizga ham bartaraf qilishga yordam beradi. To'g'ri, tremor va muskulyar yigitlikka ham ta'siri bor, lekin agar tremor va muskulyar yigitligi dominant tipda kechayotgan bo'lsa, bemor simptomlarida agar jiddiy shikoyat bo'lsa, albatta biz xorina blokatorlar qo'shishimiz mumkin. Xorina blokatorlar esa bilamizki, biz yo trikexifenidil yoki bo'lmasam benztropinni tavsiya qilish mumkin. Bizda ko'proq O'zbekiston sharoitida trikexifenidil juda ham topsa bo'ladigan dori. Gapda ochig'i benztropin bor yoki yo'qligini bilmayman. Trikexifenidilni O'zbekistonda ko'proq sikladol nom bilan tanishadi. Shuning uchun B javobni bemalol tanlash mumkin. D javob to'g'ri va bu trikexifenidil bemorda shu tremor, muskulyar yigitligini bartaraf qilishga yordam beradi. Entacapone bilamizki, bu to'g'ri kelmaydi. Entacapone bu qon tomirida periferiyada levodopani 3-metil transferaza kabi nofaol moddaga aylanishni oldini oluvchi bu COMT inhibitor, ya'ni katexol O-metil transferaza inhibitori Entacapone. B javob pramipexol bu dopamin agonisti. A javob silogilin bu monoaminoksidaza, ya'ni MAO-B monoaminoksidaza B, ya'ni MAO-B fermentining inhibitori silogilin. Endi xildan bakada mana shu to'g'ri keladi. Keyingisi 9-savol. 54 yoshli yoshroq bemor urug'i berilgan. Shu 54 yoshli yoshroq bemor atiga 1 yildan beri, Parkinson kasalligi bilan og'rib keladi. Unga tajribasiz shifokor bir vaqtning o'zida levodopa plus karbidopa 250 plus 5 mg tabletka, yana qo'shimcha pramipexol 0,5 mg tabletka va amantadin 100 mg tabletka buyurgan. Ya'ni atiga 1 yil va yosh bemorga ham levodopa, karbidopa, ham dopamin agonisti, ham amantadin beraveryapti. Dopamin miqdori juda ham ko'p miqdorda bemorda oshib ketyapti. Dopamin ko'p beraveryapti. Hamma dorilar dopamin miqdorini oshiradi miyada. Natijada bemor bu dorilarni ichishni boshlagandan so'ng qo'l oyoqlarida, yuz mimika muskullarida ixtiyorsiz harakatlar, ya'ni xareya va qo'l barmoqlarining ixtiyorsiz chuvalchaksimon harakatlar, ya'ni atetoz boshlandi. Bemorda qanday jarayon sodir bo'lyapti? O'zi savolda ham osonroq qilganman. Shu yoshroq bemorga, ya'ni 1 yil bo'lgan bemorga juda ham ko'p dorilar buyurib yuborilgan. Hammasining eng qizig'i miqdorini oshiradi miyada. Natijada bu yerda albatta bizda levodopaga bog'liq, levodopa chiqargan diskineziya paydo bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Levodopaga bog'liq diskineziya asosan yo levodopa, karbidopani yuqori dozada berish yoki bo'lmasa levodopa, karbidopa plus ham amantadin, ham pramipexol yoki ham MAO-B inhibitorlarini bir vaqtda qo'llaganda bu shu xareya yoki atetoz kabi bemorda ixtiyorsiz harakatlar paydo bo'ladi. Juda ham qo'rqinchliroq holat. Shuning uchun bu yoshroq bo'lsa, bemor 55 yoshdan kichik bo'lsa, bunga levodopa, karbidopa bermasdan ko'proq dopamin agonistni o'zini bergan ma'qulroq, pramipexol. Shunda yoshroq bemor levodopaga bog'liq diskineziya kechroq chiqishiga siz yordam bergan bo'lasiz. Qancha kech qolasiz, shuncha yaxshi levodopa, karbidopa. Qancha levodopa, karbidopa erta qolasiz, shuncha erta shu levodopa chiqargan diskineziya paydo bo'la boshlaydi bemorda. Shuning uchun yosh bemorlarga, yosh Parkinson bemorlariga biz dopamin agonistlarini qo'llagan ma'qul deb bilamiz. On-off fenomeni bu to'g'ri kelmaydi, akinetik risk to'g'ri kelmaydi, off fazlar albatta to'g'ri kelmaydi, bu C javob. Keyingisi 10-savol. Bemor 10 yildan beri Parkinson kasalligi bilan xastalanib keladi. Bemor kasallikni kechki bosqichida levodopa plus karbidopa 250 plus 5 mg dorisini 3 mahal ichadi, lekin bemorda on-off fenomeni kuzatilyapti. Ya'ni dori ichgandan so'ng 2 soatcha yaxshi holatda, biroq tezda yana kasallik belgilari, radikineziya, yurishda qiyinchilik va boshqa belgilar paydo bo'lyapti. Bu holatda qanday yo'l tutgan ma'qul? On-offda tushuntirganman videoda, ya'ni bemor keyinchalik 10 yil bo'lgan bo'lsa, kechki bosqichlarda kuzatiladi. Ya'ni dori ichgandan keyin dorining ta'siri tezda tugab qolib, yana shu bemorda Parkinson belgilari tezda paydo bo'ladi. Ya'ni dorining ta'siri tez tugab qoladi. Bunday holatda nima qilish kerak? Dorilarning oraliq ichilish vaqtini kamaytirish, ya'ni mahalini oshirish. Masalan, 2 mahal ichsa 4 mahal qilib qo'yish yoki 3 mahal ichsa 5 mahal qilib qo'yish. B. Dorining dozasini oshirish.
S levodopa plus karbidopa dorisiga qo'shimcha MAO-B, ya'ni monoaminooksidaz B turidagi ingibitorni yoki qo'shish, yoki COMT ingibitor, ya'ni katexol metil transferaz ingibitorni yoki amantadin dorilarni qo'shish. D javob, A va S javoblari to'g'ri. Demak, bularning to'g'ri javobi demak D javob bo'ladi. A va S javoblari to'g'ri bo'ladi. Ya'ni A javob ham to'g'ri, S javob ham to'g'ri. Ya'ni bemorda agar kechki bosqichida on-off fenomeni kuzatilayotgan bo'lsa, bemor masalan necha mahal 3 mahal ichayotgan ekan. Dori oraliq ichilish vaqtini kamaytirish kerak. Ya'ni 3 mahal emas, ya'ni mahalni oshirish, ya'ni 5 mahal qilib qo'yish kerak yoki 4 mahal qilib qo'yish kerak. Yo 5 mahal qilib qo'yish kerak. Chunki dorining ta'siri tez tugab qolyapti. B javob, dorining dozasini oshirish bu noto'g'ri. Chunki hech qachon bunaqa qilish mumkin emas. Chunki dorining dozasini oshiradigan bo'lsangiz, levodopa karbidopaning toksikligi, ya'ni bilamizki, shu yurakdagi yurak tez urishi, aritmiyalar yoki gipertenziya yoki ko'ngil aynish, qayt qilish juda ham kuchayib ketadi. Shuning uchun B javob to'g'ri kelmaydi. Hech qachon bunday qilmanglar. Dorining mahalini oshirib boriladi keyinchalik yoki dorining mahali o'sha oshib bo'lgan bo'lsa, o'sha 5 mahal ichayotgan, 4 mahal, 5 mahal ichayotgan bo'lsa bemor. Bo'lmasa levodopa karbidopaga qo'shimcha yo MAO-B ingibitoridan selagelin yoki COMT ingibitori, entekaponlar yoki amantadin qo'shish kerak. Cho'g'ini bir vaqtda emas. Yo MAO-B yo COMT ingibitori, ya'ni yo shu selagelin yo entekapon yo amantadin birini qo'shgan ma'qul. Shunda to'g'ri yo'l bo'ladi. Shuning uchun A va S javoblar to'g'ri bo'ladi. Endi 11-savol. Parkinson kasalligini demak kechki bosqichdagi bemor levodopa plus karbidopa va selagelin MAO-B monoaminooksidaz B ingibitori ichib yuradi. Bemorda depressiya ham kuzatilyapti. Ushbu bemorga trisiklik guruhidan amitriptilin, trisiklik antidepressan guruhidan amitriptilin yoki selektiv serotonin reuptake ingibitor, ya'ni serotoninni selektiv qayta o'zlashtirishni ingibitsiya qiladigan dorilardan guruhdan fluoxetin, citalopram, paroxetin va boshqalar kabi antidepressantlarni qo'llash mumkinmi? Savol. Tushunib oldilaring menimcha. Biz Parkinson kasalligini kechki bosqichdagi bemorga levodopa karbidopa keyin selagelin ichib yuribdi. MAO-B ingibitor va unga depressiya ham bor. Unga shu antidepressantlar berish mumkinmi deyapti. A javob ha mumkin. B javob faqat amitriptilin mumkin. S javob demak yo'q, mumkin emas, chunki qon bosimi tushib ketadi. Yo'q, mumkin emas, serotonin sindromi paydo bo'ladi. Bu yerda javob D bo'ladi. D javob to'g'ri bo'ladi. Chunki A javob mumkin emas, chunki bilamizki selagelin MAO-B ingibitori qo'llayotgan bemorga hech qachon antidepressantlar, ayniqsa shu amitriptilin, fluoxetinlar berish mumkin emas, chunki serotonin sindromi kelib chiqishi mumkin. Ya'ni bu serotonin sindromi nima degani? Bu amitriptilinlar, citalopram, fluoxetin, paroxetinlar miyada sinaptik bo'shlig'ida shu serotonin miqdorini oshirib yuboradi. Ham dopaminni, ham serotonin miqdorini oshiradi. Shuni hisobiga depressiyaga qarshi kurashadi. O'zi bizda bu selagelin o'zi bilamizki dopamin miqdorini oshiradi. MAO-B. Agar selagelin yuqori dozada qo'llansa, hattoki MAO-A ni ham ingibitorlab, MAO-A turini ham ingibitorlab serotonin, dopamin miqdorini oshirib yuboradi. Endi levodopa karbidopa plus selagelin ichayotgan bemorga amitriptilin yoki bo'lmasa fluoxetin, citalopram va paroxetinlar qo'llasak, ham dopamin oshadi, ham bemorning miyasidagi sinaptik bo'shliqlarda serotonin ham oshib ketadi miqdori. Agar serotonin miqdori oshib ketadigan bo'lsa, serotonin sindromi paydo bo'ladi. Serotonin sindromida belgilari birinchi o'rinda bemorda yurak urishi tezlashadi. Taxikardiya bo'ladi. Davleniya oshadi, gipertenziya bo'ladi. Ko'p terlaydi. Juda kuchli asabiy bo'ladi. Muskullar rigitligi kuchayib ketadi bemorda. Bundan tashqari ko'zda qorachig'i kengayib, midriyaz bo'ladi. Shunga qarab biz juda ham xavfli, juda ham hattoki o'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun juda hushyor bo'lish kerak. Selagelin ichayotgan bo'lsa, levodopa karbidopa plus mumkin emas. Amitriptilin yoki fluoxetin mumkin emas. Shunaqa gaplar. Demak, o'ylaymanki shu 11 ta test va vaziyatli masalalarimiz javoblari tushunarli bo'ldi.
Xudo xohlasa keyingi mavzularda shu boshqa o'tilgan bosh og'riqlar va boshqa umumiy nevrologiyaga oid ham shunaqa test va vaziyat masalalar albatta kanalga joylaymiz. Albatta tahlillar bilan birgalikda bizni kuzatishda davom eting. Shu bilan demak tugadi bizni tahlillarimiz. Rahmat.